Salom obunachilar, bugun sizlar bilan Gamecraft kanalida Minecraftni qanday qilib skachat qilishni, kompyuterga skachat qilishni o'rganamiz. Bunda bizga Google Chrome dasturi kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib Google Chrome dasturiga kirib olamiz. Ana shunday chiqadi. Qidirishga Launcher deb yozamiz. Mana Launcher deb post beramiz va ana shu birinchi chiqqaniga kiramiz. Launcher download Minecraft ga bosamiz. Va ana bunday oyna ochilib keladi. Bu oynada bu kanal o'zini Minecraftning rasmiy sayti. Bu rasmiy saytda hamma narsa Minecraftga skin qo'yish, mod qo'yish, akkaunt ochish, hammasi qilsa bo'ladi. Bu skachat qilish ham bor. Birinchi bo'lib download launcher deb bosamiz. Launcher for Windows deb bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu yerda уже skachat bo'lishni boshlaydi. Do'stlar, oldin aytib qo'yay, kompyuteringiz Wi-Fi ga ulangan bo'lishi kerak buni skachat qilayotgan paytimizda. Va tushgandan keyin mana bunday bo'lib tushadi va buni рабочий stolga olib olamiz va olganimizdan keyin bunday launcher deb chiqadi va uni 2 marta bosganimizdan so'ng bosamiz 2 marta kuting deb chiqadi. Buni kutamiz, chunki bu kutish kerak. O'zi ochish uchun kompyuterga o'zi sekin-sekin skachat qiladi. Sizlar ana bunday chiqadi. Boshida aytay, faqat ana shuni bosaverasizlar, bo'ldi. Ana shuni bosasizlar. Ana shuni bosaverasizlar. Mana bo'lyapti. Sizlarda sekin bo'lishi mumkin, chunki menda skachat bo'lgani uchun shunday tez bo'lyapti. Do'stlar, obuna bo'ling, esingizlardan chiqmasin. Bu mening birinchi videoyim. Minecraftni qanday skachat qilishni boshdan o'rgatmoqchiman. Birdan Minecraft mod olib ketmoqchi emasman. Minecraftga birdan skin qo'yishni o'rgatmoqchi emasman. Minecraftni bir boshdan, ish bo'lsa bir 5 ta qismga bo'lamiz Minecraftni do'stlar. Minecraftni skachat qilish, Minecraftda akkaunt ochish, Minecraftda skin qo'yish, Minecraftda mods. Menimcha 5 ta bo'ldi. Agar 4 ta bo'lgan bo'lsa, Minecraftda mayli zona ochish va qanday qilib kreativga qo'yish, ana shularni o'rgataman do'stlar. Boshdan hammasini o'rgatamiz. Ana shuni bosaveramiz do'stlar. Bunday chiqqandan keyin o'sha ana shu oxirigacha bosgandan keyin skachat bo'ldi sizlarda. Do'stlar, uzr, lekin anaviga Minecraft borligi uchun sizga skachat qila olmaymiz. Minecraftingiz bor deyapti. Hop, uni xo'p deb turamiz do'stlar. Do'stlar, men sizlarga hozir ko'rsataman rasmiy saytidan. Do'stlar, launcher ko'kni bo'lib chiqdi-ku. Ana shunday bo'lgandan keyin ana bu oyna ochiladi, ana to'rtburchak ana shu oyna ochiladi. Bu emas. Ana bu oyna ochiladi. Ana launcher org degan joyi chiqadi, akkaunt bo'ladi. Pastda, tepasida ismi yozasizlar. Esingizda qolgan, chunki akkaunt ochishda bu kerak bo'ladi. Shuning uchun esingizda qoladigan ism qo'yasizlar va launcher orgida ism qo'ygandan keyin akkaunt degan joyni bosib qo'yasizlar. Akkauntingizni kirgizadi u. Mana bu yerda esa Forge Optifine degani bor. Buni Forge Optifine'ni bosasizlar va keyin ana bu yerda versiya tanlab Enter the game'ni bosasizlar va kutasizlar. Ana bu yerda o'yin ochiladi, bu yerdan to'ladi va yo'qolib qoladi bu o'yin. Ana bu o'yin yo'qolgandan keyin avtomatik Minecraftga o'tadi. Do'stlar, hamma narsa bor. Download skin, mods, download Minecraft, hammasi, head skin, account, hammasi bor do'stlar. Sizlarga hammasini o'rgataman. Shularni sizlar obunalikni bosib tashlanglar, iltimos sizlardan. Keyingi qismda qaysi yo akkaunt ochishni yoki skin qo'yishni o'rgataman. O'shalarni qaysi birini ochishimni aytasizlar do'stlar. Agar xayr, sog' bo'lasizlar. Sizlar bilan Gamecraft kanali bo'ldi.